Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana Matressa Gaming va o'sha avvalgi o'yinlarimizdan biri, ya'ni Granny 2. Sizlar bilan bugun Matressa Gaming va Granny 2 ni mazza qilib o'ynab dam olamiz. Xo'p, bu yerda qiyinchilikni Easy'ni tanlaymiz. Bu yerda Granny'ni tanlaymiz, chunki o'yinni hali unaqangi professional darajada o'ynayolmayman, shuning uchun hop grafikani ya'ni eng tinig'iga qo'yamiz. Qani ketdik. Xo'p, deydi shoptali qoqini turishini kutamiz. Birinchi kun tur, shoptali qoq, tur. 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 Hop. Hoppa, ketdik akalar. Ana endi xolajondan beraman deb qochib olsak. Xolajon qayerda ekan xolajon? Xola. Ana bittaten. Xolajonim. Qayerdasiz? Ha, yuribdi qaysidir tomonda. Shu qadami eshitilyapti-ku. Mana, uy, xola. Ochib ketamiz. Ochib ketsak, chunki ochiqligini ko'rib chalg'ib turadi. Uy. Xola. Xolajonim, shaqqa ketib turing. Xolajon. Biz bu yoqlarni ko'rib olaylik. Xola. Asali xolam, shakar xolam, qand xolam. Hop, sparklut. Xola qaytib kelyapti, xola. Xola qaytib kelyapti. Kutib turamiz, mayli. Hech qisi yo'q. Kutib turamiz. Kutamiz. Uy, xola. Bu yerga kelyapti, xola. Qochmasak bo'lmaydi. Akalar, qochmasak bo'lmaydi. Chunki xolamizni ko'rsatib qo'ymasidan oldin oldini ochib. Hech nima yo'q ekan. Buni olamiz. Xolajon, qayerdasiz, xola? Bizga qarab oring-da menga. Xola. Xola pianino chalgisi kelib qopti xolani. Nurista maktabiga borgan ekan, endi chalish yaxshi ko'rar ekan, nima deyishlar endi mana. Yosh ko'ngil nimalarni xohlamaydi. Hoppa, weapon key akalar. Xola eshitdi, endi qochamiz bu yerdan. Survival qilmasak xolamiz ko'rsatadi. Bu yoqdan borib weapon keyni olib olsak, ilojaz urush bo'lardi-da. Bo'ldi akalar. Endi
endi kelaversin. Xolajon, xola, bir qarab oling-da bizga bir. Sizga shirin-shiringa bir gaplarim bor-da, xola. Xolajonim. Xolajonim, bir qarab oling menga. Ey xola. 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 Xola keladi endi. Bilmang xola. Yedingizmi? Ha, sizni abdizga urayda. Qoching xola, o'tib ketay. Men sizdan qochib ketishim kerak edi. Xola endi xafa bo'lmaysiz. Aytib yurmaysiz endi. Sizdan qochmasak xolangiz ko'rsatib qo'yishingiz mumkin-da, xolajonim. Xafa bo'lmaysiz, buni aytgancha keyin bu yoqda foydasi kerak bo'ladi. Tashlab qo'yamiz. Mana oppa. Как раз akalar, mana eshikni ochadigan kalit bu. Mana shu kerak bizga. Yoqqa tashlaymiz buni. Ochamiz. Bu vertolyot kerak bo'ladi akalar. Lekin asosiysi hozir bu yerda aytgancha keyin qochadigan joyimizdan kelishib olishimiz kerak. Tanlab olishimiz kerak. Xo'p, qochadigan joyimizga kelsak. Keladigan bo'lsak, iloji boricha eshikdan qochishga harakat qilamiz akalar. Eshikdan. Aytgancha keyin hozir mana narvondan tushgan joyimizda shu narvondan qanday qilib tushayotgandan jonni ketkazmaydigan qilib tushishni ilojini biladiganlar bo'lsa kommentga yozib qo'yinglar, iltimos. Doim shundan sakrab tushayotganimda jonim ketaveradi. Oyog'im cho'loqlanib qoladi. Oqsab qolaman. Mana shunaqa. Mana ekan. Qurol omonamizda o'qlab olaylik. Bilib bo'lmaydi hozir. Xola shundoq kelib qolsa badang bitta urib bizni qulatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot shart. Hozir 1 sekund. Xola tirilmabdi. Xola uyg'onmabdi. Xo'p, men bu yerni ham tekshiramadik-a. Ko'rib olaylik-chi, nima bor ekan. Gazelim bor ekan. Qurolni yoqib qo'yib turamiz. Gazelinni yoqib olib qo'yaylik. Chunki keyin esdan chiqib qolishi mumkin-da. Xola o'ziga keling. O'ynanib ketay xolajonim. Abdizga uraydi. Unaqangi ishlarga hali unaqangi ishlar qilmayman. Uyatay xola. Uyaling. Katta xola. Yoshingizni qarang, uyat emasmi axir? Yoshingizni qarang, yoshingizni qarang axir, uyat emasmi? Xola abdizga uraydi. Xo'p, akalar, endi bu yoqdan biz borib pastdagi
o'rgimchakni oldiga o'tish yo'lini ochishimiz kerak ekan. Mana bu yerdan kiramiz hozir. Xo'p. Rasmning bitta bo'lagi bor ekan. Bizga endi asosiy eshikdan qochamiz-ku, rasm kerak emas ekan. Asosiy qochadigan joyimiz eshik, bizga rasm bo'lagi, chunki nimaga kerak desanglar, vertolyot tomonga o'tish uchun kerak. Hop, akil bu yoqqa chiqib olamiz. Borib olamiz, qurolni olishimiz kerak, chunki xola kelib qolishi mumkin. Tiriladigan vaqti bo'ldi xolani ham. Hop, endi xo'p, nima qoldi? Bu yoqni ochdik, go'sht. Bu kemani kaliti. Xola uyg'onmabdi xola. Xo'p. Xola uyg'onmabdi. Xo'p, bizga seyf kalit kerak. Keyin undan oldin yana bir marta xolani uxlatib olsak bemalol. O'ynar edik. Xola bir kelib keting oldimizga. Xolajonim, mehribonim, mengil bo'lsam siz bog'bonim. Xolajonim, bir kelib keting-da oldimga. Ovozi eshitilmayapti, demak hali uyg'onmagan. Mayli, kutamiz. Xola, uyg'ondingizmi? Kutib qoldik sizni, xola. Xolajon. Xolajonim. Xolajonim, sizni kutib qoldik. Xola o'ziga keldi, xola uyg'ondi. Xola kesin. Kesana xola. Vaqt ketkizmaylik endi, xola uyg'ondi-ku. Xola keling xola. Xola. Aptizga uraydi. Tuzoqqa tushdingiz-ku xola. Aptini qaranglar. Vi. Mayli aka, vaqtni cho'zmaymiz. Ketdik. Sef kalitini olib ketamiz. Bizga bu muhim biz qochishimiz kerak bu yerdan akalar. Xola, oyoq ostida yotmay turing-da. Shu qo'tir bosib ketgan aptiz yoqmayapti-da.
qurolni olib borishimiz kerak. Yo'q. Qurolni olib bormasak bo'lmaydi, chunki u o'rgimchakni o'ldirishimiz kerak. Bu xolani jiyani bor, o'rgimchak. O'rgimchak degan jiyani bor, o'shani o'ldirishimiz kerak-da. Keyin orqasidagi xonadan bizga kerak bo'lgan buyumni olishimiz kerak ekan. Nimaga desanglar, chunki bizni qochishimiz uchun u kerak ekan. O'qlab olaylik. O'rgimchagi bilan yuzimiz ko'rish uchun boramiz ekan. Mana bu yerda granata bo'lish kerak edi. Granata ko'rinmayapti ekan. Nimagadir. Qochamiz. Qochamiz ekan. Borib o'qni olib kelamiz akalar. O'qni olmasak, chunki xola hozir tiriladigan, uyg'onadigan vaqtim bo'lib qoldi ekan. Xola eshitdi xola. Keling. Hop, xolajonim. Xola. Ne kayfiyatingiz yo'q, xola? Xolajonim. Ne kayfiyatingiz yo'q? Telefon ekrani ishlamay qoldi akalar. Aytib yurmaysizlar. Qo'lim yopishib qolyapti-da. Biroz qurib qolgan. Telefon ekrani biroz qurib qolgani sababli qo'lim yaxshi tegib-tegmay shunaqa bo'lib qolyapti. Aytib yurmaysizlar. Xo'p akalar. Endi pastga tushamizda o'rgimchak orqasidagi nimani olishimiz kerak, nima bor bo'lsa. Unutib tashlab turamiz. Chunki xola uxlab yotibdi. Tezroq borib olmasak, o'rgimchak hali yana tirilib qolishi mumkin. O maqsura degan. Bizga ayni kerak narsa edi. Xo'p akalar, birinchi pastdagi yashikni ochib kelaylik-a. Pastdagi yashikni ochaylik avval. Mana shu ham kerak bizga. Chunki o'q tugab qolgan payti bizga eng kerak bo'ladigan qurol. Oldim. Endi aytib yurmaysizlar uydagilarim. Endi sigirimiz bor edi, endi sigirimiz yaqinda tug'gan. Bolasini oldidan olib qo'ydingmi deb so'rayapti. Endi aytib yurmaysizlar. Bizga endi bu uchinchi etajda kerak ekan. Bu yerda bu joyda kerak emas ekan, esimdan chiqdi. Bu yerda kerak emas. Endi aytaman-ku, aytib yurmaysizlar. Shunday bo'lib qoldi endi. Noilojimiz aka. Endi akalar, aynan nimaga Granny 2 desanglar, chunki Granny 2 da sal o'ynab yurgan o'yinim, shu sababli Granny 2 ni video qilib qo'yapman.
xola. Uy. Voy. Yuragim yorilib ketdi xola. Shu paytdan paydo bo'lasizmi xola? Sizni xolani qaraydi, aptizga uraydi. Meni eshikni yopib tashlaysiz, xolas. Shoshmay turing, hozir chiqaman xola. Shuni siz bilan gaplashaman. Hozir men bunda qurolni olaman. Mana bu yoqda. Mana. Xola, keling xola. Mana bu yerga keling xola. Lezinkaga o'ynaylik, bir siz bilan lezinkaga o'ynagim kelyapti-da xola. Tez keling xola. Keling xola. Keling xola. Aman ketib qolgansiz. Lezinkaga o'ynashingizdan sizni. Yotib turing xola. Yana biroz dam olib turing. Uyingizdan shunday qochib ketay xolajonim. Iltimos sizdan. Mana buni. Voy xola. Ya aptizga urayda sizni. Sovuqqina aptizga urayda. Xo'p. Mana qo'ygan vaqtida. Menimcha akalar kemadan qochsak kerak, chunki aytgancha pedlock keyin ham topishimiz kerak kemadan qochish uchun. Xo'p, akalar endi qurolimiz qani edi bizni? Mana. Mana bizning qurolimiz. Xola. Sizga urayda siz xolani. Voy, bu bitta urgan uchun qurolimiz shu yergacha uchib ketibdi. Mana shu yerda badangga urdi. Ko'rdinglarmi? Kemani kalit akalar. Bizim 3-qavatga chiqishimiz kerak akalar. 3-qavatda mana bu yerni ham ochish kerak-da, hali. Ochgan ekanmiz. Bu haligi eshikni ochadigan. Ochishimiz kerak akalar. Vaqt. Xola uyg'onib qoladi hademay. Xola hademay uyg'onib qolishi mumkin akalar. Xola hademay uyg'onib qoladi. Shuning uchun tez harakat qilishimiz kerak. Tezda. Xola. Hazillashdim xola. Xolajonim, mehribonim. Siz gul bo'lsangiz men bog'bon. Men gul bo'lsam siz bog'bonim. Do you want to play hide and seek? Xolajon, shunday orqaga qaytib keling-da xolajonim. Xolajonim, yurakni yomon chatoq o'ynatib qo'ydingiz-ku. Qo'rqib ketdim xolajonim. Ikkinchi marta darang urib qo'yishingizga sal qoldi. Keling xola, keling. Xolajonim, siz o'ynashingizda. Ya aptizga uraydi. Yotib turing shu yerda yana biroz. Pedlock keyni topishimiz kerak akalar. Pedlock menimcha shu 3-etajda. Ya'ni 3-qavatda akalar. Ana bo'ldi. Xolajon, yotib turibsizmi? Yotavering. Hozir sizga choy damlab kelaman, ko'k choy achchiqqina qilib. Yotib turing. Shunday 3-qavatga chiqib keling. Xolajonim. Uxlab turing. Yotib turing, boshlayman. Hozir mana bir zumda hozir mana issiqqina ko'k choy qilib beraman xolajonim. Sabr qilib turing. Xo'p.
Mana buni olib qaytarib yoqa qo'ydi. Ha, oldi. Olgan ekan. Tashlab turamiz. Oppa akalar. Mana faqat bizga qochishda imkon bo'ldi akalar. Tezda qochdik. Hozir uyg'onib qoladi xola. Va nihoyat biz Granny xolajondan qochib qutulib qoldik. Xayr xola, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, aytgancha, choyni gazga qo'yib qo'ydim, o'zingiz damlab olasiz. Xolajonim. Ha, tez yuraydi, sassiq basharangizga qarasin. Xo'p, akalar, endi videoni oxirida keladigan bo'lsak, akalar, albatta video yoqqan bo'lsa like va obunani bosib qo'yinglar, maksimalni tarqatib. Iltimos YouTube va Instagramni ham, to'g'ri, bu videoni Instagram va YouTube'ga ham qo'yaman, albatta. Obuna va like ni esdan chiqarmanglar akalar. Xo'p, sizlar bilan Matressa Gaming bo'ldi akalar. Keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.